Bu Boqvoy aka. U kampirlarni ajali. Shuning uchun ham uni farzandlari 11 ta. Ey, sizlar noto'g'ri xayolga bormanglar. Farzandim 11 ta bo'lsa ham, xotinim bitta. Ko'pchilik 11 ta farzand ko'rish urush davrida qolib ketgan deyishadi. Bo'lmaganga men sizlarga bir sir aytaman. Meni 16 sotuq yerim bor edi. 2 sotuqni sotdim. O'rniga implant o'rnatdim. Ana undan keyin mahalladagilar meni qirchillama chol deyisha boshlashdi. Agar sizda ham anundan muammo bo'lsa, implant o'rnating. Yoshligingizdagidan ham zo'r kuch-quvvatga ega bo'lasiz. Jinsiy quvvatingiz oshadi. Ishoning. Do'stlar, bu holatlarni biz endi sahnalashtirdik, lekin aslida bu real hayotdan olingan. Aynan shunaqa bemorim bor. Bemorim ismi Boqvoy amaki emas, to'g'ri, ismi boshqacha, lekin xuddi shu vaziyatda bo'lgan. Kelib menga shu uyimni bir qismini sotdim deganda, yerini bir qismini sotib, bo'ldi, konkretni kelib turib implant o'rnatishim kerak ekan deb turib, o'zi ko'rsatma qo'yib kelganda, implant o'rnatganimizdan keyin mana hozirgacha biz duo qilib, xursand bo'lib, haligacha biz bilan svyazda поддерживать qilib turadi va hayotdan juda ham xursand, eng muhimi. Bu nima demoqchiman? Aynan jinsiy zaiflikda og'ir turlari bo'lganda ham, jinsiy a'zo umuman ishlamay qolgan taqdirda ham buni hozirgi zamonaviy tibbiyot faxrlanib ayta oladi. To'la-to'kis yechimini qilsa bo'ladi. Hech ham o'ylanmasdan, ya'ni erkaklik quvvatingizni tiklab bera olishimiz mumkin. Shunday muammolar bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Biz sizga yordam berishdan doim mamnunmiz. Salomat bo'ling.